Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana Yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. O'lmakning ustiga tatmak degan shu, dedi Mira Qazi qo'lini havoda pulanglatib. Hukumat bilan irakashkili bo'lamdi. Hazoran olmadiz, deb saqilni siypidi, mahalliy imomi beshini langishdi. Uchillarga parija, tashlanmagan juva, shalvur, kiyiz, paypoq bilan purmi cho'riq kiyishib, putlarini ostiga bosqinicha masjid temiga yo'linib kunga qoqilib o'tirishgan yurt cho'nglari kundalik parangini boshlayotgan edi. Ulug'axonning uyiga o'g'ir tushgan kuni o'tirg'i chiqqan mahalla botirlarining atisidan boshlab hech ish bo'lmagandek o'z ishlari bilan bo'lib ketganiga mana 3 oydan oshdi. Odamlar yozgan arz, qilishgan cho'ng gaplarini tamoman unutishdi. Vaholanki tunugun Ziyovuddin tutib ketilgan edi. Yana yangi botirlar paydo bo'ldi. Bu Mingbegining ishi. Mingbegini o'lishib toza salayli. G'o'jang'ari sunayli. Yo'q. Bu Olabaytalning ishi. Muxtarbay Olabaytalni o'zi ichila o'y qashqaliq deb demasmi? Manamda Ziyakni bog'lab ketdi. Tunugun qibladan ochiq shamol chiqqan kuni mahallaga qilish asqan ikki cherikni agashtirib, Olabaytalning burutliq chaparmini kirib keldida, Ziyovuddinning uyi qaysi deb so'radi. Shu deyishdi shu yerda o'tirishgan qiziqchilikqa amriq dehqonlar o'rinlaridan turishib. Ikki dehqon ularni Ziyovuddinning g'o'ruluq uyiga o'ylisiga boshlab kirdi. Ziyak, hoy Ziyak! Beshiga oq kigiz qalpoq kiyib, tizig'i tushadigan qora pashmat ustidan oq pota bog'lab olgan Ziyovuddin eshik oldida paydo bo'ldi. Uning soqollari o'sgan, qopiqi ishig'an, ko'zlari qizargan edi. U kichik qizini pashmatiga yo'gab ko'tarib olgan edi. U yaylarga cho'chib qaradi. Uyga kiringlar, uyga, dedi u huduqib. Sana chaqirqa chiqdik, shengan yomildi, dedi chaparman qo'ynidan purlashgan qog'ozni chiqarib. Hozirni maqsad, balani qo'ya. Nima deydi o'y buni? Xotonim o'lib ketgan. At 40 nazri berib olay. Balani qish bo'lsimi? Balani deysan-ku, dedi chaparman kulrang chapalliq, beliga tasma poti bog'lagan, putiga go'ja yo'gab, paxtali hay kiyvagan yoylarni ko'rsatib. Monolar fuqib qolsa tanabing g'i. Uqtirib qo'y bo'linga. Sen biz haq bo'lgan dekin. Dolu so'zlama. Hozirli Mingbegining o'ylisiga borsan, u yerda sana o'xshash 3-4 yil dan to'limigan galvonlardan 7-8 bor. Shular bilan bir qo'shoqqa ketilasan. 3-4 yilning nimasi o'y? Men har yili dan to'kyapman. Mening qarim yo'q. Men haydab operatsionni beraman. Ziyovuddinning balini akirib qo'yish uchun g'orodan ingishib uyga mengvedi, chaparman uning murisidan tutib elib tartdi. Uyga emas, mayoqqa o'y galvon. Balini akirib qo'yay o'y. Azroil bo'lsam g'araz uxda. G'araz? Chaparman guralarini ko'ptirib yendik ishga yoyiq qaradi. Baq! Ziyovuddin kayniga burilib bo'lgacha ikki cherik uning qo'llarini kayna qayirib, chiga orqam bilan jaynak beg'ishdan bog'lab oldi. Ziyovuddinning qizi chirqirab yig'ladi. Uydan qaynonasi bilan bir yosh juvon yugurib chiqdi. Eg'ildan Bara bilan Dara ularga agishib, hamra qo'llariga ori kaltaklarni ilishib, yugurishib chiqishdi. Beliqut xazinasi. Ziyovuddin ularning yoylarga tanglagan tayoqlarini gavdisi bilan to'rab, "Tegmanglar, ballarim! Urmanglar!" deb varqaradi. Yayla nayzilik miltiqlarini tanglaganicha Ziyovuddin bog'langan orqanning uchini chaparmanga tutqizib, mahalning taskay tarafiga qarab mangdi. Ular Ziyovuddinning balalari yaylarga etilib keldi. Ular odamlarning tutib olgani qo'ymay, bir yayning dumbisiga ori bilan birni soldi.
Ziyo! Shalang soqolli hingangchish panoq yoyi tarini sal turgan holda ingrab nayzini bala qartib yugurdi. Shosini! U balaga nayzi urishiga bir chumoq uning beshiga tegdi. U santirilib ketdi va beshini tutib varqaradi. Jini shayrin! Yana bir yoyi qo'rqqandan osmonga qaratib o'q chiqardi. Mahalning ishlari hovushib ketdi. Qog'lar qoqildishib atrofni bir oldi. Odamlar uylaridan chiqib o'pir-to'pir bo'lishdi. Jimjit mahalla birdamdala qiqas, cho'qon, varqirash-jarqirash bilan vahim ichida qoldi. Ziyakning yenida birdamdala Muxtarbay paydo bo'ldi. U bir yoyni otdan tortib tushirib, qo'ng'iga birini tepdi-da, ondan ikki yoyning uzun miltiq nayzlarini tortib olib, g'azab bilan xirqiradi. "Bu anangni sesiqton qizlar!" U Ziyovuddinni bo'shtib, yoy cheriklarga hurpaydi. "Ma, berib aytish, yomon bo'lsa Olabaytalning o'zi kelsin. U Olabaytal bo'lsa men Qoraqovon." Yoylar ketdi. Butun mahalla andishiga cho'kdi. Muxtarbay qarigir etini minib chiqdi-da, "Xo'jamga aytaman!" deb sharga qarab ravon bo'ldi. U ketgandan keyin Ziyovuddin uydan chiqdi. "Jonni olsam-o oldiga boray. Men bormasam ular 10 bo'lib keladi. Abdul adash, ballarga qara. Avatma. O'ylidan chiqarma jumo." dedi u va Mingbegining ko'ziga qarab yurib ketdi. Mana bugun mahalladagi cho'ng kichik hamma odam masjid oldiga to'plangan. Ularning ko'zi shimolga ketgan Mingbegi ko'zigining yo'lida. U yoqdan bir qora bo'ron keladigandak. Yana birlarining ko'zlari shahar yo'li g'arbga ketgan Harvo yo'lida. U yoqdan go'yo yangi bir quyosh chiqadigandek. "Xo'jamning Olabaytalga chamita, yatmay vo. Xo'jamning yatdi bo'lsa bu yerning xo'jayin tursa. Undaq degining bilan Olabaytal degan Jongjong bilan bir apyun chekadigan qashqoliqda. Jongjong dotay deganlar Shangdobandan qo'rqar-a. Shangdobandan yapınmı qo'rqida, ko'midingmi? Bizning iliga yapın kelmadi. Neni baylaringni xoin qilib zindonga tashlagan Shangdoban Olabaytalingdan qo'rqatdimi? Nezarxon xo'jam kelsidi. Hekim ba xo'jamni tetiydi, Muxtarbay ochiq olamdikin tong. Açıqmay, dedi Miraqazi havoda qo'llarini pulanglatib. Shohlik begim xo'jamning yonchillarini boshqara olmay qolsalar, Muxtarbayning dadisi rahmati Osmon hojimga yolvuratdi. Murab hojim, Osmon hojimlarning dadillari G'alzatxon xo'jamlar bilan do'stga. 70-80 yil ilgari 80-300 begilik yerning dehqonlari qo'zg'ilib, Abdurasul begning peshini tutib, xonning sepiliga hujum qilgandimi, bizning hojimlarning dadillari kali deganni do'kirtib opirib suyib, on deganni to'gi-to'gilab to'shib, g'azatchilarni baqqan ekan. Sodir Qonruxnimi nachiqitim ko'ribdikan. A'loxon sulton mush qishloqdan mozorlarga kelgandimi bizning hojilarimizni yo'qlagan ekan. Qazi dehqonlar tushunmaydigan til bilan so'zlagan bu so'zlarni texmi ta'sirlashtirish uchun Molla Shavkat Oxunimdan Pajmurda bo'lgan Qur'onni qanday qilish lozim deb so'ragan To'qilak Shangyo bilan bizning Osmon hojimkan. Molla Shavkat Oxunim unda Qur'onni tog'arg'isi daryoga tashlab atgulik deganda Manamsa o'zri Pajmurda bo'lgan Qur'on deb Oxunimni Ili daryosiga tashlaganda tog'arning bir beshin tutganmi Osmon hojim o'zi ekan. degandek tarixiy voqealarni qo'shib qo'ydi. Voy, keldi! deb varqiradi masjid o'gisiga chiqib olgan kaymi toz, to'pchiray ko'rak jo'liq biraylan. Otliqlar kelyapti-da, ana, askitamdan chiqdi. Dehqonlar o'pir-to'pir bo'lishdi. O'ynaqlab turadigan to'ruq ot mingan Abdumarimning begi bilan ko'k ot mingan Suri Yaman biri ularga agishib chaparman 105-55lar boshlariga to'pa, shapka kiyishgan otliqlar mahalliga kirib kelishdi. Ko'pchilik o'rinlaridan turishib, masjid temiga yo'linib, qo'llarini qovushtirib turishdi. Otliqlar to'xtashdi.
qora soqol, qushburun, tepsini cho'ktirib kiyib olgan Mingbegi qancha dastisi bilan egarga tayanib turib. Niyozbegim tunugun kishdan ayt xafa bo'ldi. Dedi yenidagi so'sar tomoq, ko'k pariji kiyib, bo'yniga ko'k sargozdan sharpa urib olgan, sarg'u soqol qanşarliq, ko'zlari surlik, egiz qatang'ur odamni ko'rsatdi. Muxtar uyda bormi? Yo'q, shaharga ketdi. Xap. Dedi iliq surlik odam ochiq bilan. Anlab qo'yish xaloyiq. Kimdi-kim gardankashlik qilib bizga yonadikan, uni bog'laymiz, osimiz, so'laymiz, uramiz. Ular g'o'pirilishib janubga yurib ketishdi. Bir quzg'un masjid oldidagi qeyri qor yog'ochning shexi qo'nib qaqal dedi. Uning uni boyqa odamning ovozini eslatdi. Olib aytal degan shu. Dedi Mira qozi demishchiga tushib ketgan odamlarga boyqa surlik odamni tonishtirib. Biladiğini shu, bog'laymiz, osimiz, so'laymiz, urimizlar. Muxtarboy bo'lgan bo'lsa, qanday qiladikin? Bog'laydi-da, qara, Muxtarboy demasdan, Muxtar deginni uni. Muxtarboy uningdan qo'rqmaydi jumo. O bo'lgan bo'lsa, "Oy, qashqaliq" deydi-da. Deyalamda, demaychi. Bu mahalning xo'jayini beyi himayachisi Muxtarboy ularning nazarida hammadan bilimlik, hammadan cho'ng, hammadan kuchlik edi. Ziyakni nima qilyaptikin? Bog'lab ambarga solab qo'yibdak. Kechalab shaharga akitibdi-dak. Voy bichora. Halvini kim yeydi, tayoqni yetim degan shu. Danni aysa hojilar to'kmisin o, solaqqa ziyak tushsin. Bu chaqda Muxtarboy qarigeri ot ustida xiyol bilan kelmoqda edi. U tunugun kashqurun shaharga yetib keldi. Qaradon masjidining pashtiqida uni bom chiqadigan mazin namoz shamga azon aytib-atgan chaq edi. U masjidning udulidagi ho'ylidan beshiga chaqqan salla o'rab oldirab chiqib kelayotgan o'ttir bo'y odamni ko'rdi-da, otdan sakrab tushib salom berdi. Assalomu alaykum, Tibsat xalpitim. Muxtarboymisiz? Salomat turdingizmi? Tibsat ismli bu tetik qora soqol odam G'uljining Qozikalon xalpiti mutaoli xalpitimning eng yaqin muridi. Bilimi va axloq bilan tonilgan danliq odami edi. U G'o'jam bilan yaqin edi. G'o'jam bilan ko'rishgili bo'lamikin xalpitim? Dedi Muxtarboy xalpitimning qo'lini chin tutib. Nima? Biror ko'ngilsizlikka yo'liqdinglarmi nima? Osha olabaytal deganning zulmi. Dedi Muxtarboy g'azbini yo'shirmasdan varqirab. Kun bermaydigan bo'ldi-ku o qashqaliq. Hay, munu qari do'ngliklarning to'lisi shu. Muxtarboy, bu mahallani gayjon baqidi deganni anglaganmi? Mundaqdan, G'o'jam bugun atdigan ro'zi tambur. Hasan tamburlarni elib, liqqida ikki xodik odam bilan ora o'stanga Qosim Mirobnikiga choyga ketdi. Mirobning 4 tosh tugmini mangan chig'i, shuning xushallik o'xshaydi. Andaq bo'lsa men yanay. Dedi Muxtarboy etining chulvirini yig'ib turib. Uyga kirib qo'nib ketmamsiz Muxtarboy. Rahmat xalpitim, G'o'jamni Mirobning uyidan topayamsa. U qarigirni yo'rg'iltib, birdamdan jirg'ilan ko'rigiga yetib keldi. U ko'rikning o'qetidagi do'ngga chiqib, etining to'shbeg'ini ching'itdi. Ochi yo'l beshidagi do'ngda turib, o'ng yoqdagi yo'lga qaradi. Bu yo'l cho'nqur jilg'lardan o'tib, Ili daryosini yoqlab, sharq menib, Mo'ng'ul ko'ra, Tekaz, To'qqiztara, Kunaslarga, hatto Sho'tidan o'tib, Muzdavondan eshib, Bay, Aqsular bilan Qashqara xotellarga yetib boradigan cho'ng karavan yo'li. Bu ko'ldirmaliq to'gilar, eshakchilar, bo'ra, shaxshumba, soyivallik karvanlar to'p-to'zitib to'xtamay menib turadigan yo'l. U daryoning o'qida qaradi. Oshtog'ning tövünidagi sarg'ush edirlar, cheksiz ketgan bedalik, u yer bu yerda qora-quri ko'ringan taranchi yezillari uningga tonish. So'pinbuloq,
Xoni Xaydan Chapchal mazargacha Jag'istay, Qaynoq, Yalg'uz Yag'ash, Qo'g'unchi yezillari Mashrab va Chaqchaqning kani. Dehqonlar uylaridagi jinchiroq yo'riqidan ko'ngillik o'ynashib, qorong'u qishni o'tkazadi. Muxtarbay u yerlarga to'limi amroq. Uduldagi tuzlanlik, mush to'g'raqdan tartib, yamutag'ichi bo'lgan kang zamin ularning minbeyligi. Necha yüz yillardan beri daryo bo'ylaridagi yorliq, jangal o'rmonliqlaridan panoh tartib o'ltirib kelgan taranchilar bu kang zaminning xo'jayini, egisi. Nemishqa bugun bu yerga Qashqardan chiqqan Abdumarimning begi bo'lib oladi. Aqsudan chiqib To'tayning yoliqini yalab cho'ng bo'lib olgan Olabaytal zo'rliq, zombo'liq qilib uning qarindoshlarini bog'lab urdi, ha? Uni ozdab, kolxoz bo'lishdan qo'rqib, Rasidan qochib kelgan chilakchilar, g'oljatliqlar, katmanlik, pushkakliklar texi Taranchi bey Muxtarbay bilan shangyo'liq talishudi, ha? G'ojam o'z puhralariga nemishqiga bo'lmaydi. Muxtarbayning o'ylagan siri g'azbi o'rlab, kimnidir tillig'isi urg'isi keladi. U o'zangini dasab, etig'i sakrab mindida to'pchonliq karvon yo'liga emas, yer yoqilab ketgan yolg'iz harv yo'li qartib devetdi. Oldidagi yeza ruslar joylashgan to'g'roq yezisi. Ular tugman beqib, beliq tutib, hasal haris qilib, G'uljining suv yaqinlari büyük daraxtlik jilg'ilariga o'ginib qilishgan. 1881-yili ular yurtlari qaytib ketishgan edi. Lekin Char podshohi og'dirilgandan keyin Eliga yana qaytib kelishdi. Hozir ularning bir qismi bu ikki yezining qantin chaqmoqda. Bu yerlarda tavuz shundoq o'xshaydiki, pichoq biz tegar tegmayli yeriladi. Yesang tilni yoradi. Ruslarning ishtlari otning ustidagi odamga hurkiraydi. Bomba saqalliq bovaylar, kang ko'nglak kiydigan yo'g'on qo'rsoq marjankilar ishtlari bilan faxrlanib qaqoqlab kuladi. Texi ularmo Taranchi yerining xo'jayini. Shahardagi anjalliqlar bilan no'g'aylar taxtayliq, aynak darizilik uylarning egallari. Ular sodigar, do'kondor, uqumushliq amaldor. Nagili qarasa taranchiga kun yo'q. 4 tal bug'doyni terib qo'yib, yezicha soydi yetib, cho'ng gap qilib, qarg'a milab oshliq yig'ib topgan targini danga cho'p unig'i tutib berib, shillisini qo'rib yurganni yurgan. Yo'q, Muxtarbay taranchilarni uyg'otdi. Bu kang zaminning xo'jayinlarining ko'zini ochdi. U to'g'roq ruslarining ishlarini qamchisi bilan urib, ochiqini chiqarib, tovanki to'g'roqning dangliq buloqi yenida otdan tushdi. Muzdek buloq suyini uchumdab ichdi. Ondan etig'i minib, so'l tarafidagi qiyri qor yog'ochlari orasida qator-qator turishgan rus uylariga qarab tukirdi. Qara, uylarining o'g'zillarimi qozoqning kigiz uylaridek ushliq. Harvullarimi to'chaqliq texi, muddu uzoqdan qochib chiqqan juhudlar. O'z yeringa sig'may bizning yerga qochib kelishdan. Senlarning podshohing g'olmagan bo'lsa, Rusiyliklar bu yerga kelib, men bilan chang yo'liq tarishatdimi? Hamma balo qazoning kativish sen yo'qliqlar. Bu yerda amdi chumulidek tez ko'pib, o'zingning Char podshohingni tiklamsan dexe kim biladi. U etini o'yna qilib, kang sasliq chiqdi. U yerda qozoq molchilar mol beqib yuratdi. Mush qozoq degan bo'ldigan iqlimkan. Melingni baqidi, na yeringa, na sharinga ko'z qirin solmaydi. deb o'yladi u o'zicha kulib. U ko'z bog'langanda Buloqbeshi mahallasiga yetib keldi. Döndü tushib qarsu yaxlab ketgan yo'l bilan kun petish qarab mangdi. Jimjit kechidan tugman chaqratmasi gurkiraydi. Tugman teshining ovozi taqildab anglanib turadi. Pa, suvni so'zlatgan mirab deb o'dinshidi u. Qari eriq deb ataladigan suvga chiroyli ko'rik selingan. U ko'rik qarab turgan kungay darvoza oldida otdan tushdi. Cho'ng darvozaning yanidagi kichik darvozadan bir odam chiqdi va salomdan keyin Muxtarbayning etini oldi. Toza muqom aytibotdi Rustamdir, dedi malay otni yetiligicha cho'ng darvozaga mengib.
cho'ng bo'yliga chirog yiqilgan edi. Suvmay to'ldirilgan qora chirog o'ylini g'ula yo'ritib turardi. Darvozaning so'l tarafidagi uylar kirson lampasi bilan yo'rg'an. Uydan yolg'iz kishi aytayotgan muqam anglanatdi. Mungluq ammo gaplari tushuniksiz bo'lsa-mu, oyatdek ta'sirlik muqamlarni Muxtarbay ko'p anglagan. Muxtarbay muqamchining nimalarni da'vatganini bilmaydi, lekin uning tamburi bilan ohangiga amroq. Bugun nim bo'ldi-kin? Muqam uningga texmi ta'sir qilmoqda. Uning yig'lig'isi, varqirg'isi, yaqinlarini yirtqisi keldi. U dalonga kiribla putining uchida dassab, supining girvikida o'ltirdi. Gelam silingan yo'g'on uy mehmon bilan to'lgan. Yuqorida lastik yekandazlar ustida mamuq yostiqlarga tayinib, Hekimba xo'jam o'ltiradi. Uning yanlarida shahar boylaridan bir nechisi, bersida yezi boylari, muqam murtlari va tinshig'uchilar boshlarini sangiltib o'ltirishadi. Muqam bi bilan oxirlashdi. Dutar bilan dab tamburga agashdi. Ro'za tambur, Hasan tambur va naqshchilar bar ovozi bilan naqshi aytdi. Har kishining dardi bo'lsa yig'lasin yara oldida, qolmasin ko'nglida armon balki izhori oldida. Muxtarbay nichildab yig'lashga boshladi. Uning dardi ozmi? Uning sababidan Rayhongul vaqtsiz g'azan bo'ldi. Uning eri boyning faxrlanadigan odami Ziyovuddin bog'landi. Ularning cho'churdek ballari qari yetim bo'lib, churqurishib yig'lishib qaylishdi. Alabaytal degan kelgundi hukumat yoyilarini boshlab yurib, uning odamlariga go'laydi, qamchi shiltidi, po'po'zi qildi. Hech kim uning yig'isini tinchimadi. Muxtarbay dardlik bo'lmay, kim dardlik bo'lsin? U yig'lamay, kim yig'lasin? Yig'lama, voy, dedi biri uni illiq papalab. Yaxshi gapsan, yura, xo'jamning yeniga o'ltirg'izib qo'yay. U papiligichiga qaradi. Uning oldida engishib kulimsirab turgan odam Soyibxon Qosim Mirab edi. Qari soqol, oq yuz, gavdalik kelgan bu odam G'ulji vodisidagi Ari O'stang, Bayto'qay O'stang, Ko'sin O'stanglariga xo'jayinlik qiladigan, at yozda choptirib, latqalarini tozlatqizib, chechak suvi kelishdan burun Qosh daryosiga buq qo'yg'izib, turmal akirgizib, suv bog'latqizib, hamma yurtning g'o'l eriqlariga barobar suv berishga kepillik qiladigan Adil Mirab mana mushi edi. Soz to'xtash bilan tang Muxtarbay uyiga kirdi va hamma odam bilan birma-bir ko'rishib, ikki qo'li bilan ularning qo'llarini tutib ahvollashib chiqdi. Xo'jamning yeniga berib yekandoz ustida o'ltirib, xo'jamni duoga taklif qildi. Xo'jam duo qildi. Ko'pchilik duo qilib bo'lgandan keyin G'ulji chaqchaqlari Muxtarbayni chaqchaq mo'ldir bilan kutib oldi. Yerjon to'nglamayli jangoldin tuzga chiqibsan qo'y. O'rislar ko'rib qolmaganda, ha? Layqi bir leg'ini vasi o'qim o'tmaydi jimo. Ayolmiq tasda tungan qashqashda kirgan o'ris tankisi mushimiya. Qovun markaz qilingan chaqchaqlarga Hekimba xo'jam teliqib kuldi. Muxtarbay dastlab terikdi. Biri uning laqmini esa, u hamish terikatdi, lekin hozir terikib tankilanmaydi-da. U xo'jamga agishib, zo'mzo kuchunib kuldi. Xo'jam qatong'ur, o'riqroq, qanşarliq, sarg'ush, qora soqolni chiroyliq chekib, burtiq ulashtirib, dugilak chambar hosil qilib olgan. Tishlari oppoq, ko'zlari chiroyli odam edi. U har qatam qaqoqlab kulganda, butun uydagilar uning kulkisiga agishadi. Muxtarbayning nazarida bu odam ili taranchilarining pasiboni, himoyachisi hisoblanadi. Uning Chuluqay yezi, Shohliq yezi qatorliq yerlarda yanchillari bor. Bu yanchillarning hammasi taranchi. Uning cho'ng buvisi Musagung, Uranzib, Mazamzat, Buva xo'ja va
ismini Muxtarbay bilmaydigan ota bovularının hammasi taranchalar edi. Taranchalar ma'zamzatni manjularning qamoqxonasidan qutuldirib olgan. Manjularning sepillarini buzib, tuxumini quritib, bu yerdan haydab o'tgan. Shu chaqlarda Muxtarbayning buvisi Alaxon palvonga agishib, Bayanday sepilga hujum qilgan. Sadir palvon laxmi ko'lab sepil ostiga dori akirganda, Muxtarbayning buvisi Sadir palvonga laxmi ko'lishib bergan. Rahmati dadasi Osman Hoji har yili Nuruz vaqtida Molla to'xti yuziga berib, Sadir palvonning ruhiga atab nazr qilatdi. Xudoyim buyursa atiyazliqqa Muxtarbaymi shunday qiladi. Ha, gap qil Muxtarbay, dedi Qosim Mirab muloyim ovoz bilan. Nimindaq hammasini seni challaydi ha? Bir cho'nchay berib, laqimingni yangishli ver, dedi Ro'za Tambur. Bug'doy o'ng inchki burutliq odam oldirmay gap qilib. Qandoq dedim? Xo'jam, sizlar buningga bir laqam qo'yib beramli-ya. Sangama? dedi xo'jam muloyim inchki ovoz bilan kulib turib. Laqam qo'yish Xizirning ishi deydi ekan emasmi? Xizir dardmanga yo'l qamish, dedi semiz bir chaqchaqchi yenichi yon boshlab yetib. Bu og'ina divoni mahallasida 3 kunlik amin deb o'ltirsa cho'qim Xizir alayhissalom kelib yo'liqadi. Yo'liqadigan bo'lsa 3 oy desim o'ltiratdim, dedi Muxtarbay. Dardim ichimga patmayotdi xo'jam aka. Bu Olbaytalning alimi. Tavan deganmi baytaldan qo'rqamdigan, dedi yana bir chaqchaqchi gapni kulgiga aylantirib. Ikki nayzang bilan qarnini yerib atmamsa. Lekin bu qitim xo'jam kulmadi. U Muxtarbayning g'amkin holiga qarab, uning bir ish bilan o'zini izlab kelganini bilgan edi. U beshini langshitib qo'ydi. Nerin yeyilib bo'lib, sinchay tartilgandan keyin Muxtarbay xo'jamga hol aytishga boshladi. Xo'jam lavay deb beshini langshitib angladi. Muxtarbay gapining oxirini: Bu qashqolik bilan Rossiyliklarning dastidan bizga kun yo'q bo'ldi-ku xo'jam. O'zlari egi bo'lmasalar kunimiz tas, dedi. Xo'jam beshini langshitib qo'ydi. Ulardanmi yamana botexe, dedi u. Qashqolik, Rossiyalik davamanglar, ularmi biz haqqo. Muxtarbay kechilab qaytib keldi. U mahallasining ichiga kelganda yo'ruq tushgan edi. U mahalning sirtidagi qabristonlikka keldi. Alhamdu bilan otdan tushib, to'pisi yangi qabrining beshiga eg'ir qadam bilan kelib, zungziyib o'tirdi. Qarindishim, dedi u Rayhongulning qabrisidan bir siqim to'pini elib ko'zlariga surtib. Baliqlaringga o'zim ega, xotirjam yop. Men gunohimni yo'yman, o'zimni oqlayman. Qilgan atganimni tugishga tugib, biriga lamjim demay u dunyoga elib ketdi. Dunyoga to'rilib sana o'xshash bir isil odamni ko'rmadim. Ziya kuchut ota-onangdan kechdim. Meni deb jiningdan kechdim. Boshqa biri uchun o'zini o'tqa tiqadigan odamning borligiga meni sen ishondirding. Tova, qurban berishdiz nemikin deydim. Tegi yetgandim-o, ishonmagan edim. Sen meni ishondirding. Anglavatqaninglar beni qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. U alqinda seg'iz to'pini mechib, bo'qildab yig'ladi. Uning xiyol ekranda boshqa biri uchun jon berishning ulgusi bo'lgan bir go'zal ayol paydo bo'lgani tufayli vujudi shurkinib, yuragi o'ynadi. Xotin kishi ha, dedi u o'z-o'ziga. Qancha xotinning qo'yniga kirdim. Ishik mujuqlarini qo'murib o'ylariga kirsam, mening Muxtarbay ekanligimni bilib, g'am-pin qilmay meni rozi qilishgan shu xotinlarni elivatgan tirniqimga olmaydim. To'nglikdan potlarni ulab, esilib tushib qo'yniga kirsam, meni dab tartgan japoyingiz uchun
deb meni chin quchoqlagan yosh kelinlarni qul o'rnida dushkalaydim. O'rislar Zaynoviddin Shangyoni Mas'ud apandining urug'san deb atqanda, xotin yugurib chiqib, o'g'limni otding, erimni otding, voy kofirlar, menimi ota deb o'qi o'zini tutganda, hamma xalq uni qahramon ona deyishdi. Men ichimda kuldim. Küçük uchun qanjoqmi odamga etiladi. Mekiyan jinida chuyjis uchun it qaytiladi. Qanjoq bilan Mekiyanmi botirmi degan edim. O'z beshiga kelmagichi bilmaydigan kishi. Oshiq bo'lmoq oson emas. Azizjondan kashmigacha degan naqshini Abduvali bilan zikrning ajabi mo'ngluq aytqinni ming qatimlab anglagan. Ammo mat qilib qo'ymagan edim. Bu qitim Qosim Mirabning mehmonxonasida bu naqshini anglab ko'nglim buzilib yig'labdi mana. Hocam sazgurda, voy Muxtarbay, darding bor o'xshamamdi ulavay, deydi o'tehi. Ma'sum Shangyo, Baham Shangyola gipining tegi yetdi. Shon qaqaqlashib kulishdi. Pa, bizning baylarimizning mashrablari nimandaq karomat. Hocam chig'ida Pashabbegi bo'ysunib, yaktiz o'ltirdigan ha. Menmi 100 begi bo'lmasam bo'lmaydi ekanda. Hammasala 100 begi, 1000 begi, paloni bay, pukuni bayzode. Birliman Muxtar bay. Men qanchalik bay? 70-80 qo'y yer qanchalik bayliq. Bir qo'y yer, bir qo'y degan so'z. 200 qo'yga 80 qo'y qo'shilsa 280 qo'y. Atkala, bag'varalarim qo'shilsa 500 qo'ymi bo'lsin? Hay! Taranchilar ko'ranglaymiz uyo, holimiz chaqliq. U shivoq ustiga qiysaydi. Uning osmondagi to'lin oyga ko'zi tushdi. Ay poyansiz osmonning xo'jasi. U asta sayli qilib poyansiz osmonni kezidi. Uning na dushmani, na raqobatchisi yo'q. Uningga na o'lim vahimasi, na boylik, mansab vasvasasi yo'q. U g'amsiz, mushaqqatsiz, vahimsiz. Odamlarmi shundoq bo'lgan bo'lsa, dunyoda yig'izari, ko'z yeshi, judolik degan narsalar bo'lmasa, hamma yerda hur parilar bilan sho'x arlarining muhabbatilar bo'lsa, u xo'rak tortishga boshladi. Uning eti qabrlari orasida shivoq qora bidlarini oshko'zlik bilan yeb, yangi tongni kutib oldi. Attiganligi Rayhongulning opasi qizining qabrisiga kelib, ajoyib ko'rinishni ko'rdi. Muxtarbay Rayhonning qabrisini quchoqlab dum yotadi. Jimjit qabristonlikda qattiq xo'rakdan boshqa ovoz yo'q edi. Xo'rak to'li yig'lab ovozi bitib ketgan odamning nolasi. Faryodi va alimiga tankash edi. Ana xirqirgan ovozi bilan qizining qabrisiga yuzini yiqib yig'ladi. Jinim balam, yuragimning paris qizim, Rayhongul. Qarigir at egisining atrofida o'tlab, orlab, yeri chapchib kishnab qo'yib, egisining muhofazatchiligini qilmoqda edi. Bu at bu yil 9 yoshda. Uning 4 yosh vaqti ajoyib xotirlarga guvoh. Shu yili, ya'ni 1933-yilning kuz kunlarining birida Tungan Qashqash bo'pti degan xabarni shahardan ko'tak harvisi qaytilgan Chapdar baytalni o'kirang tashiltib qaytib chiqqan Zoliya Kaska ismli odam uyma-uy kirib hamma odamga yetkazdi. Shu chaqda Tungan Qashqash deganni bilgan dehqonlar keyinchi bu ishning ma'nosini bilishdi. Ilining Haqani Jang Piyuan Shingdobanning askarlari bilan so'qishib, Sandu Xeziga chiqistab borganda Sovet askarlari Shingsayga yordamlashib kelib, Jang Piyuanning askarlariga zambirak, tanklar bilan hujum qilib, abjiqini chiqardi. Jang Piyuanning askarlari pitrab qochdi. Bir qismi Muzdavandan oshiman deb to'nglab o'ldi. Yana bir qismi Nilqining yuqorisida tog'dan eshib qochmoqchi bo'ldi. Jang Piyuan shu safarda Iroqdagi top-top yilqini ko'rib, askar deb o'ylab qo'rqib o'zini etib oldi. Shu chaqda Jang Piyuanning Tungan yeni Van Qadir
Zazaza, Lever, Taysaxun degan Tungan boylari bilan birlashib, G'ulji shahrini egilib olib, Turpan, To'qsun, Pichanni besib yotgan 20 ming askarining beshi bo'lgan 22 yoshlik Ma Jungyin bilan birlashib, butun Xinjiangda Tungan hukmronligini tiklash uchun qo'zg'alon ko'tardi. Ular G'ulji shahrini bir necha kun so'rdida Qo'rg'asdan Sovet ittifoqining Tarabag'atay qismlari hujum qilib kirganda tanklarga qarshi palti ko'tarib, zambarak tayoq to'qmoq bilan taqobil turib, tank kelmagandan keyin Ili daryosini bo'ylab sharqqa qarab qochdi. Mana bu qochish Tungan Qashqash deb ataldi. Ana shu Qashqashda Tunganlar yo'l bo'yi o'rislarni etib, ot, un, go'sht bulab mangdi. Bo'libmi yaxshi otlarni bo'ladi. Muxtarbay shu kechisi Shag'liqdan mahallasiga bir bayning kelinini ovlash uchun tushdi. U tumlikdan orqonga esilib tushmoqchi bo'layotganda miltiq ovozi anglandi. Miltiq bu yerga yo'chun. Uning ovozi go'yo Jettolning narisi. Itlar havishib, qo'rovlarini cho'rigalashdi. Qayrilari afsun o'qib, balalar chirqirashdi. Go'yo mahallaga Jettol kelgan. Baxtsizlar uning qo'liga tushdi. Uning qo'li bajoyiki vaylon. Muxtarbay qechishga ulgurolmadi. U kala eg'lig'iga kirib, qarigir etini bir jup sapan o'kizining o'tirsig'iga bog'ladi. Ondan otni yo'piqdab, beshiga yolg'on minguz yasab kiygizib, o'kiz qilib qo'ydi. Ondan o'zi bir ko'rak juvoni kiyib, malay qiyofati kirib oldi. Tunganlar o'ylaning darvoza g'o'rullarini o'rib chiqib, o'yma-o'y kirib, yaxshi ot, non, go'sht chiqa deb varqirashdi. Uzun miltiqlardan qo'rqqan dehqonlar ularning deginini qildi. Kichkina mahalning o'tirisidagi masjid oldida birdamdilar yarog' otlar, un, go'sht, non ortilgan ot o'kizlar to'pi paydo bo'ldi. Beshiga tulka tomoq kiygan yog'oq jo'liq 3 nafar Tungan yigit Muxtarbay o'kizga o't silayotgan eg'ilga besib kiradi. Ot bormi? O'kiz bor. Naq shu chaqdan qarigiri yot ovozdan urkib, yer chapchib qattiq kishnayotdi. O'kiz ot? dedi Tungan qarigirining o'qirig'iga kelib. Biri Muxtarbayga miltiq tangladi. Muxtarbay: "Men malay, men ot boqar", dedi. "Ma", dedi Tungan uningga miltiq tanglab. Muxtarbay qarigiriga agishib masjid oldiga chiqdi. Ondan keyin Tungan askarlarining oziq-tulik karvoniga qaytilib, Yamu tog'iga qarab sharqqa yo'l oldi. Keyincha Ili daryosining shurmal eqib turadigan kechkidan otga minib o'tib, Sarochin Tamta yezillarini bulab mangan alamandan qolmasdan birda piyoda yugurib, birda o'kizga minib, o'shkilik teg'ining qorliq, qarag'ayliq davolaridan eshib Tekas bozoriga keldi. Tekasdagi bulonchilikning guvohchisi Tunganlarning otboqari bo'lib olgan ko'rak jova, teshi yo'q to'pik yeb olgan Muxtarbay qarigir etini deb shu japoni tortgan. Uning eti hozir Tungan qachoq boshliqining ostida. Atning egar japtoq, kumush shaldirmalari, qushqun, o'zangi bog' yuganlaridagi qimmatli toshlarmi hozir Tungan boshliqning. U kechillarla atqa yem bergan bo'lib, qarigirning yong'oqlariga yuzini yaqalaydi. Atning yoyli, kukulalarini barmoqlari bilan tarab, dumba, yota bo'yinlarini muhabbat bilan siypab tatalaydi. At jonivar egisini yenishlab puraydi. Ular uzoq safarda kunlarini ashundoq o'tkazdi. Mong'ol ko'raning Shota yezisidagi bulash oxirlashgandan keyin Shota degan g'ol bilan janubga, Muzatga qarab mangdi. Tunganlarning nimalarni deyishganini Muxtarbay nadan bilsin. U ot beqish, o't qalash, o'tin terishni biladi. U qechib ketalaydi, lekin u qarigirni tashlab ketolmaydi-da. Otni elib qechishning zodi yo'li bo'lmaydi. Tungan askarlar Seg'izxonda misagak. U shu turqi dum yetib dum qopib, lay qori suvlarni kechib muzdavonga yetib boradi. Tiqqarliq cho'qilan qarsa yurak og'adigan cho'nqur sayla, otliq odam bilan bo'ylashadigan qori dövillari. Munda
bunda qo'rqinchli joyni Muxtarboy umrida ko'rmagan. O'rlagan sari yo'l taraydi, mushkulot ko'paydi. Muxtarboy bilan Billa shotidan yo'l boshlig'ich qilib elib olgan yana bir oqsuliq motajimi bor. U bu yo'lda eshak, qechir bilan to'limang'achqa hamma yerni obdan belatdi. Uning ustiga orqadan qo'g'lab kelayotgan rus askarlari yiroqda. Balki shota g'o'liga kirmagan ham kirmaydi. Qo'g'lashdan qutulgan tunganlarmi endi ancha oldirab ketmadi. Qarg'ay ostinlarida mal so'yib, qazon esib to'yg'ichi yeb, namozlarini o'qishib, oldirmay menishmoqda. Muzdavan yaqinlashdi. Bu yerda na qarg'ay, na tuz yer yo'q. Hammali joyi qariq, muzliq cho'qala. Yo'lda faqat bir-biridanla menishqa bo'ladi. Otlar odamlarning orasida mang'atdi. Azraqli bexastalik qilib bir qadam xato besilsa, tik cho'qlardan tagsiz hanglar qarab uchidigan gap. Yo'l boshlig'ichi Xudoning judunsiz kunni tanlab Muzdavandan eshib taklifini berib edi. Tungan boshliq qarsaqal qapqi yomon odam. "Mal, o'lgan o'lib qolgani qala!" dedi sap Uyg'ur talada. Bir-biriga olishib mangan uzun karvan ana ashunda xatarlik yo'l bilan Muzdavandan oshmoqda. Yeridan yiliga miltiq ovoz anglanadi. Bu odam yoki ular g'ulidi degan signal belgisi. Qarsaqal boshliq shundaq degashga har bir qozoqqa bir qitim miltiq etiladi. Qarsaqal qarigirning oldida. Eng oldida matachi bilan ikki muhofizatchi. Qarsaqalning keynidimi ikki muhofizatchi bor. Ularning keyniga Muxtarboy kirib olgan. Uning asxiyoli qarigirda edi. Odamlar ba'zi joylarda o'lmilab mang'atdi. Ba'zi joylarda yo'l boshlig'ichi qo'lidagi ko'rak bilan qor ko'rab yo'l ochadi. Cheksiz ketgan qatma-qat qorliq cho'qilar, tikyar hanglarning soni yo'q. Muxtarboy hayotida bundoq mushkulchilikni ko'rmagan. Umrini ot o'ynatib, xotin-qizlarni ovlab o'tkazgan boy bolasi jahonda mundaqmi mushkulat bo'larni xiyoliga keltirmaganda. Uning na yigini, na arami, na uyqusining tayini yo'q. Butun g'ami jinida. U hayot qilishni, qarigirning hayot qilishini o'ylaydi. U necha qatim kechalari etining bo'ynini quchoqlab buqildab yig'ladi. Lekin u etini tashlab qechib ketishni hayotidagi xoinlik deb o'ylab, o'lsa ot bilan belni o'lishga o'z-o'ziga qasam bergan edi. Bir qush kak 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 qilib qo'rqinchli sayradi. Yo'l boshlig'ichi shu hamon to'xtab, "Yomon bo'ldi, shivirxon chiqadigan bo'ldi" dedi. "Nima?" Qarsaqal uning shipqadi. "Olay sayridi, judun bo'ldi do'tay." "Qandoq judun? Qattiq shivirgan, ko'z ochqili bo'lmaydi, mangmaq tez." "Tursaqchi, qarg'a ko'milib ketib qolamiz. Ams qandoq qilamiz?" Biz hozir Ag'rodiga keldik, dedi yo'l boshlig'ichi tez so'zlab. "Bir osh pishim o'mirsak davandan osha olaymiz. O'mila!" Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.